Voya Free Plus yokida Lishan L7 avtomobili o'rtoqlar qaysi birini tanlagan bo'lasizlar? Hozir mana shuni tushuntirib berganda tanlovinglar mana shu bo'ladi. Chunki deganda narxi o'rtoqlar 2 barobar arzon. Kechagina 9 kilometr tokda o'zida 1200 kilometr gibrid rejimda o'rtoqlar mashinamiz Huawei AD sistema bilan jihozlangan, proyeksiya, head-up display va tax o'rtoqlar mashinamiz muzlatgich, xolodilnik va 50 gradusgacha isitadigan bokslarga ega. O'rtoqlar mashinamizda ko'rganinglar atamanka, massaj, obduv, podogrev. Mashinamizda Li7 ning komforti полностью bor o'rtoqlar. Texnik xarakteristikaga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar mashinamizda pnevmo podveska bilan jihozlangan va также razgon 100 gacha o'rtoqlar 4,5 sekund. O'rtoqlar ko'rayotganingizda orqada udobno anaqa yotib ketadigan sharoitda bo'yim 185, lekin shunga qaramasdan orqada Voya Free Plus orqasida bemalol o'tirib ketyapman. O'rtoqlar, buni bagajniga orqa qismi alohida tema. Buni ko'rayotganingizda mana bu materialni qaranglar o'rtoqlar, bu Xitoy mashina emas, Mercedes-Benz'larda eski tekstil deydi-yu, nima deydi, trapechniy tekstil. O'rtoqlar, bagajniga 450 litr hajmga ega. Orqasida rojetkalarimiz ham bor o'rtoqlar. Mashinamizda ana shunaqa mayda detallar bilan o'zini nima deydi, premium klassika xosligini ko'rsatib bera oladi o'rtoqlar. Mana bu pnevmo podveskani knopkasi endi bagajliklarni. Bilmadim qanchalik bu kerak narsa bo'ldi, lekin bor ekan. Xo'p o'rtoqlar, eng qiziq joyi mashinamizda probekli, bilasizlar, Xitoydan mashinani probekli olib kelamiz. O'zi 3 yildan beri shug'ullanamiz. Hamma mashinamizda proverkadan o'tadi Xitoydan. Uni bemalol xotirjam olsanglar bo'ladi. Va также hamma любой ustinglarni olib keltirib, Toshkentda kraskasini, batareyka, degradatsiya bormi, yo'qmi, yo'nkish batareyalarni ko'rtirib, bemalol uvereni bo'lib xarid qilsanglar bo'ladi. Biz ham bunaqa mashinani aldab sotib yoki bunaqa qilmaymiz. Xo'p, mashinamizning narxiga keladigan bo'lsak, bu mashinamiz 11 ming kilometr yo'l bosib o'tgan. 2025-yil. Narxi $40 ming deyapmiz. Ustida sunnatiga o'tib beramiz. Aloqaga chiqamiz, Farruh ishlayapti.